Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohim nimaniki olsa o'rniga xayrlisini berar ekan. Non markazidagilar qadrimga yetmagani uchun ularni tark etib yurgandim, boshqa bir kasb egasi bo'ldim. Allohga shukr. Bu yerda meni yaxshi kutib olishdi. Xudoga shukr, mana ishlayapman. 4 kundan buyon, bugun 5-kun bo'lsa kerak. Bu maktab o'quvchilari uchun pitsa hisoblanar ekan. Juda arzon va to'yimli. Masalliqiga mancha narsa solinadi va kolbasa bilan sir. Ular 2 mingdan berar ekan, maktab o'quvchilariga 3 mingdan sotiladi. Mabodo qiziqish bo'lib qolgan bo'lsa, kelinglar, mazzasini totib ketinglar. Buni o'zim shaxsan qo'llarim bilan pishirdim. Yoqimli ishtaha. Dastavkasi bor. Murojaat uchun Kamina Kamtaringa telefon qilaverasizlar.